Ortak soy, ortak dil, ortak din ve ortak geçmiş. Asırlarca yabancı güçlerin tesiriyle birbirinden ayrı kalan 300 milyonluk Türk dünyası yeniden uyanıyor. 2009 yılı Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan ve Kırgızistan qatarlıq Türkiye devletler kurgan Türk Devletleri Kengişi yoki Türkiye tillik devletler hamkorlik kengashi bu yil 11 ayning 12 kuni Turkiyaning Istanbul shahrida yig'in ichib, rasmiy nomini Türk Devletleri Tashkiloti deb o'zgartgan. Xitoyning Yer shari vaqti gazeti darhol bu haqda obzor e'lon qilib, Turkiya Devletleri Tashkilotini rayon muqimligi uchun tahdid deb e'lon qilgan. Mazkur maqolada aytilishicha, asladagi Türk Devletleri Kengashining nomining o'zgartirishi va uningga a'zo davlatlarning sonining ortishi bu birlikning siyosiy ittifoqlik darajasiga ko'tarilganligidan darak beradi ekan. Maqolada mundaq deyilgan: bu tashkilotning o'z nomini Türk Devletleri Tashkilotiga o'zgartishi pan-turkchilik ideologiyasining qaytadan qad ko'tarishini gavdalantirmoqda. Türk degan bu nom amaliyotda bir tarixiy ufqum. Tarixdagi Türk degan bu ufqum hozirgi Turkiya va bugungi turkiy tilda so'zlashadigan davlatlardagi xalqlardan farqlanadi. Anqaraning bu tushunchani bozorga selishida siyosiy niyat va siyosiy orzusi bor. Türklik hukumini tashviq qilish orqali Anqara qo'shni davlatlar bilan bo'lgan munosabatlarni yanada kuchaytirishni o'ylaydi. Anqara yana o'zining rayon va xalqarodagi ta'siri ham o'rnini kengaytirishga tirishadi. Agar mumkinchilik bo'lsa, Anqara Turkiyani yadro qilgan siyosiy harbiy ittifoq tuzishni maqsad qiladi. Yer shari vaqti gazetining obzorida Türk Devletleri Tashkilotining rayondagi milliy ziddiyatlarni kuchaytirib, rayonning muqimligi va xavfsizligiga tahdid paydo qiladigan oshqun turk millatchiligini paydo qilishi mumkinligi. Texmi muhimi, bu tashkilotning Rossiya bilan Turkiya o'rtasidagi raqobat va ziddiyatni kuchaytiradiganligini ilgari surgan. Yer shari vaqti gazetining obzorida yana Uyg'urlarning turk emasligi qayta ta'kidlanib bundoq deyilgan. Şinjan Uyghur Abdunum rayonidagi Uyg'urlarning turklar bilan o'xshash bir millat ekanligi to'g'risida asossiz so'zlami bor. Bu butunlay xato. Şinjan qadimgi davrlardan buyon ko'p millatlik rayon bo'lib kelgan. Uyg'ur xalqi turkiy tillari oilasiga tava bir tilda so'zlashadi, ammo ularning Turkiya bilan hech qanday bog'lanishi yo'q. Xitoy har vaqt Turkiy davlatlari tashkiloti elib keladigan pan-turkizm va pan-islomizmlik mafkurlarga qarshi hushyorlikni saqlash kerak. Bu xil fikir yaqinlarining tarqalishi Xitoyni parchalashga uringan bir qism oshqun va bo'lginchi kuchlarni ilhomlantirishi mumkin. Mazkur obzorda Xitoy ijtimoiy fanlar akademiyasi qarmog'idagi Rossiya, Sharqiy Yevropa va O'rta Osiyo tadqiqot o'rnining dotsenti Yang Jinning so'zlaridan naql keltirilgan. Xitoyning Turkiy davlatlari tashkilotiga qarata bundaq sazgur muomalada bo'lishi diqqat qo'zg'aydi ekan.